Yoz faslini mana ikkinchi oyini boshlari mana ob-havoni qarang, qanaqa jarayonda turibdi. Mana hech birimiz o'ylamasdikki, mana shu yoz oylarida mana shunaqangi klimat bo'ladi. Yomg'ir yog'aman deb turibdi, mana qarang. Allohning qudrati bilan yomg'ir yog'aman deb turibdi. Endi bu Alloh Parvardigor dunyoni besabab yaratmagan. Mana olimlarimiz mana ilmiy nuqtai nazarga asoslanib gapirishyaptiki, dunyo klimati o'zgardi. Endi buni o'zgarishiga sabab bor. Bu klimatlarning o'zgarishiga hammasiga bir sabab bor. Bir ilmiy nuqtai nazarga asoslangan holatda mana shu olimlarimiz ob-havoni prognoz qilyapti, boshqa qilyapti. Buni muqobilida, buni tagida, buni zamirida ilm bor. Ba'zi bir axborot vositalariki mana shunaqa jarayonlarni kuzatib, mana hozirgi kunda butun dunyo mamlakatlari rivojlanyapti. Masalan, texnika, texnologiya, boshqa narsalar rivojlanyapti, boshqa qilyapti. Bugungi kundagi mana shu Amerika, Isroil, Eron urushlaridan kelib chiqqan holatida ob-havoni ham mana shunga bog'lashyapti. Bu ya'ni o'sha olimlar o'rtasida, axborot agentliklari o'rtasida qanchalik haqiqatga yaqinligini masalan ilmiy nuqtai nazarga asoslanib gapirishyapti. Ba'zilari tasodif bo'lishi mumkin emas, bunaqa emas, bu o'zi o'zgargan, bu undoq edi, bu bundoq edi degan gaplarni gapirishyapti. Aslida mayli Amerika va Eron, Isroil urushini biz bir chetga turib tursak ham, bugungi kundagi dunyoni rivojlanishi, o'sha texnika texnologiyaning rivojlanishi hammamiz bilamiz. Bu ilmda isbotini topgan. Asosi borki, bu bevosita, bilvosita klimatga ta'sir qilib insonlarga ham ta'sir qilyapti. Bu nainki har narsani o'zgartirib beryapti. Mana qarang. O'sha bir biz kutgan 30 yillik, 40 yillik ob-havolar qaytib keldi. Oldinlari mana o'sha 30 yil, 40 yil, 35 yil oldin mana shunaqa ob-havoni kuzatardikki, mana shunaqa jarayon bo'lardi. Mana qarang, mana hozir mana shu tog'larda mana yomg'ir yog'yapti. Qanaqadir jala yog'yapti mana. Sharq tomon, quyosh chiqadigan tomon mana sekin-sekin yomg'ir tomchilay boshlanyapti. Har biri mana bugungi kundagi mana shu klimatni ba'zi bir sabablarga ko'ra o'zgargani. Mana ko'ryapsiz-ku. Mana hozir olimlarimiz aytayapti-ku, shu Amerika Eron urushida Eron Amerikani, Isroilni bir necha arab mamlakatlarida, sharq mamlakatlaridagi o'sha bevosita, bilvosita nimaga, o'sha ob-havoga, masalan o'sha tabiatga, mintaqaga, geografiyaga ta'sir qiladigan juda katta zavod priborlarni masalan o'shani bombardirovka qilgani, vayron qilgani sababidan, ishdan chiqqan sababidan mana klimatimiz o'zgardi degan xabarlarni tarqatyapti. Lekin mayli bu xabarlarni oldinga aytganimizda bir chetga sursak ham, lekin bevosita, bilvosita mana shu texnika texnologiyani rivojlanishi, masalan o'sha mana raketalar uchishi, boshqa qilishi, radarlarni mana yo'nalishi, o'sha hammasi bu bizani hozirgi kundagi mana shu yashashimizga, ob-havomizga ta'sir qiladi. Mana buni qarang, mana bu yerlarda mana yomg'ir yog'yapti, mana. Ko'rdingizmi? Mana tog'larni qarang. O'sha biz kutgan yomg'irlar mana yoz oyini ikkinchi oyini, yoz faslining ikkinchi oyini boshlarida mana shunaqangi yomg'ir inshaalloh bo'lsin. Endi bu miqdorida bo'lsin, buni ko'pi ham zarar. Mana tog'larda mana yomg'ir yog'ib boshladi mana. Ko'ryapsizmi? Qanaqangi mana ob-havo, mana bulutlarni qarang, qanaqa bo'lib turibdi. Endi mana ko'rdingizmi? Endi bu kerak, endi haddan oshig'i ham, bu ham masalan o'sha insonlarga, tabiatga, nimaga ham zarari bor.